Assalomu alaykum. Sabah avazliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalimizda Qaynam örkişi, Manas daryosidan qaytish, Chala tekkan o'q, Anjambay, Sarsan ruh, Qanliq iz qatorliq tarixiy romanlar va Sabit Damolamning qisqacha tarjimali Xo'janiyaz hojining ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, do'stlaringizga va boshqa to'plarga tavsiya qilishni unutmang. Rahmat. Hamdi anglaydiganlar Şinjan Xalq Nashriyati 2005-yil 1-oyda 1-qitim nashr qilgan tarixiy roman Qanliq iz. Avtori Muhammad Ali Hilim. 6-bob. E'tiqod uchun. Davomi. Shamolxon yurtdoshlariga qarab yuriki ko'ydida, ularga echinish ichida qarg'anicha mahalladan chiqib ketdi. Onun bilan chaqchaqlashadigan ayollar, hikoya aytib beringa deb esilib, g'alva qiladigan bolalar va uningdan to'xtamay ahvol so'rab, uyiga berishga zo'rlab turib oldigan cho'nglar nemishqidir g'amga petib turib qoldi. Mo'ninib qolgan cho'kallar Shamolxon bilan qilishgan tatliq paranglarni eslashyotdi. Shamolxon, nega berib kella? Gul uzgili. Yarni tepib, andin gul uzgulik emasmi? Aşkım gül, gülden ayrılsam ölemen. Yo'qlan gapni qo'yib, aşkınızın kimlikini deb bering-a. Avliyo buloqda paydo bo'ladigan farizat shumi? U qandoq vaqtda paydo bo'ladi? Tez aytib bering-a. Bo'lmasa, sungan gulingizni olmayman. Gul echilganda aytib beray. Aradan uzoq o'tmay Shamolxon bir to'p saqchilarning qo'rshovida ko'chada paydo bo'ldi. Shamolxonni ular geldi degandan ko'ra, u o'zining tez pukmas irodasini o'zini go'mindanchilarga ko'rsatib qo'yg'ili o'zi keldi degan tuzuk edi. Bu shavtan ot ustida g'adiyib o'ltirib, kishilarga mansitmaslik nazari bilan qaraydi. Kishilar Shamolxonga qarab achchiq yutishdi. Yuraklari ichishib azoblandi. Ko'zlari g'azabdan yondi. Shamolxon bahramon naqshi aytib mang'atdi. E'tiqodim bor mening yiltiz tartgan ziminga, og'zini yum sarang, deb jahli bilan varqirdi bu shavtan. Talmurman ey bahor, umid bilan yo'lingga, ur bu sarani. Bir necha saqchi miltiq paynaklari bilan Shamolxonni bir qanchini urvatdi. Shamolxon oldiga santurlib ketib, yana o'zini ruslab qaddini tik tutdi-da, bu shavtanga g'azab bilan olib, Bağlaqlıq adamni urush qo'lidan ish kelmaydigan yaramaslarning ishi, dedi. Mavi Afgan nima deydi? Hayda buni. Ular Shamolxonni saqchi idorasiga ilib bordi. Orada bir saqchi Lanshingni chaqirib keldi. Lanshing, sen bizga tarjimonlik qilib ber. Bo'ladi, Juyjang. Uni o'rniqda o'ltirg'izinglar. Men savolingga tik turib javob beraman. Bo'pti, ixtiyoring. Qani ayta. Sen nima deb naqshi etding? Lanshing udulluq tarjim qilib turib So'roqxonada surlik bir kayfiyat hukm suratdi. Ikki saqchi Shamolxonning yonida tik turadi. Mening naqshi etishim o'z erkinlikim. Buningga aralasholmaysan. Shamolxon g'azabdan o'zini aran besib turadi. Tunugunki to'ng so'ymining o'zini so'roq qilishi yuziga bir tukurgandek har kelyotdi. Bizga qarshi naqsh etibsan-ku. Men sizlarga qarshi naqsh etmadim, balki hurlikni ko'ylab naqsh etdim. O'z e'tiqodimni kuyladim. Angla qani. Muzlagan yurakni bag'ashlab bir kuni kilidu navbahor tanglar qo'ynida. Naqshangni to'xtat. U nima deydi? Bahor kilidu deydi. Shumi gap bo'ldimi? Bu shaytonning g'azabi o'rladi. Sen qalayimqan so'zlabsan, bizga qarshi naqsh etibsan. Derdi bar xalq naqshiga amroq keladi. Sen naqsh eta olamsan? Derdim to'la tog'lardan, o'rin yo'qdir bog'lardan. Naqshani to'xtatib, savolimga javob ber. Saqchilar uning tarangdek qiliqlaridan hayron bo'lishdi. Ular azaldan bunda g'alati odamni ko'rib boqmagan edi. Lanshing nima qilishini bilolmay yotdi. Bu shayton bearam bo'lib, ichi siqilib ketdi-da, Bunun kallisi joyida emasmi qandaq deganni o'yladi. Sen naqsh etib nim demakchi? dedi u. Nima deb savol so'rashini bilolmay.
Naqsha eğitimen yar deb, yar derdide g'am yeb. Urunglar deb varqirdi g'azabga kelgan Vushotan ustalni mushtlab. Bu sarang odamni avar qilib deb g'o'dirdi Lenshin. Bu nima odam? So'rdi Vushotan Lenshinga qarab. Bu naqsh etibla yuradigan sarang. Buni bilmamsan, nadan kelganim bu? Men aqlimni bilgandan tartib bu odam mushu yerda naqsh etib sarangdak yuradi ekan. Buni qattiq urib iqror qildirayli. Qani, nima deydi bu? Bir necha soqchi Shamolxonni tomdagi qo'ziqqa ikki qo'lini kerib esib urishga boshladi. Shamolxon yanada qaddini tik tutib naqsha etdi. Ursangmi ur meni, ilishib ko'rayli kalqini. U nima deydi? Ursangmi ur, ilishib ko'rayli deydi. Bu qandoq nima? Shuncha tayoq yeyotib yana naqsh etyotidi. Shamolxonning badanlari tayoq zarbisidan ko'karib, ishib chiqdi. Onun vücudida yemirilmez bir jasorat urg'ub turadi. Sarg'uch ko'zlari yanada g'azablik chaqnab turadi. Shalong soqol bosgan engaklariga eg'iz burnidan tomchilagan qonlar sirg'ib tushyotadi. Texmi qattiq urunglar, ilishib baqayli. Shamolxon ig'ir pushildab yana naqsha etdi. Qachon kelding aramizga? Qaldiq shundan azoblarga. Uni yishib tushirib, o'rindiqda o'ltirg'izinglar. U o'g'rilarning odamidek qiladi, dedi Lenshin. Qandoq deysan? Gomindan aramizga kelgandan tartib azob chekyapmiz deydi. Men demidim-mi? Vushotan shundoq deb Shamolxon tarafga qaradi. Sening arangga kim keldi? Kim seni azob soldi? Shayton aramizga kelib azob soldi. Shayton degan kim? Shayton degan kim? Shayton iblisning bolasi. Iblis degan kim? Iblis degan shaytonning bovisi. Ili o'g'rilar bilan ne munosabating bor? Aldirab so'radi Vushotan javob berayotgan fursatdan foydalanib. Ajab bo'ldum, o'z yurtimda g'arib bo'ldim. Kakkuk. Shamolxon borgan sari holsizlanib-atdi. Shundaqdimi qaddini tik tutishga tirishadi. Ularga nafrat bilan tikiladi. Qandoq degan nima bu? Men sening o'z so'roq qilib baqsinmi? dedi Lenshin. Bu sarandek naqsh etib turvatsa, men seni nima deb chaqirtimiz? Hozircha buni solab qo'yib, keyin birer yeb uchiga ega bo'lganda andin uni chaqirtayli. Bo'ladi, shundoq qilayli. Men sening buni ko'rib bizga ochiqlab ketmasa yana. Bu gaping bo'ladi. Buni elib chiqib solab qo'yinglar. Bir necha soqchi Shamolxonni ittirib elib chiqib ketdi. Shamolxonning ko'zlari sal qorong'ulashgandek bo'ldi-yu, yana o'zini tutib oldi. Uning butun a'zoyi chidog'isiz darajada og'riyotdi. Shamolxonni solab qo'yib, oz vaqt o'tmayla uning naqshisi yangridi. Yurak to'ldi hasratga, ohim yetdi falakka. Gul ishqida ko'ydi jon, ichilar qachon g'uncha. Bu sarangning ovozini o'chiringlar. Vushotan jon jahli bilan varqirdi. Heliqi harom tamoqlarning odam tepilmagandek tutishga ko'rsatgan odamini qo'lidan ish kelmas yaramaslar. Ili o'g'rilardan tutgan bo'lsa, buni seling anglab qolsa, hey, ovining ovozini o'chir deyman. Lenshin yugurgunicha sirtqa chiqib ketdi. Shamolxonning ovozi tinchib, oz o'tmay yana anglanishga boshladi. Voy, ma'u sarani, qandoq nima u tayoq o'tmaydigan. U terkib sirtqa chiqdi. Lenshin so'roqxona tarafga kelyotdi. Hey, avu, yana naqsh etyotdi-ku. Uning og'zini atmamsan? Ma'qul, men uning og'zini etay. Yuringlar. Lenshin ikki soqchini agashtirib, gundaxonaga kirib ketdi. Shamolxonning ovozi tinchib qoldi. Endi bo'ldimi, Jujon? dedi Lenshin ig'ir pushildab. Bo'ldi, dedi u so'g'uqla. Men qaytay, ish bo'lsa chaqirtarsiz. U shundoq deb mingshiga Shamolxonning naqshisi bo'sh anglandi. Shundoq ursoq, qara uning. U shundoq deganicha idorning darvozasidan chiqib ketdi. Keyin Shamolxonning ovozi qaytadan jaranglashga boshladi. Soqchilar uni uribmi besiq turolmadi. Ular Shamolxonni bir necha qatim so'roq qilibmi hech natijaga erisholmadi.
Shamalxon alijo'qqa so'zlab ularning beshini aylantirib etdi. Axir ular Shamalxonni kallasining dardi barga chiqarishdi. Bu mengisning suyi barni ko'zimdan yo'qtinglar, deb varqirdi Bushavtan g'azabdan yerilg'idek bo'lib. Buni ikkinchi ko'zim ko'rmasin. Shamalxon tutilishi bu yurtda cho'ng g'ulg'ula qo'zg'adi. Shamalxonni nima ish tutqandi? U nima ish qilgan bo'lg'aydi? Uni tutgan odamning qo'li cho'qim eqib ketadi. Uning naqshlari bakmo mazmunliq. U ajoyib ulug' odamjimo. Ular Shamalxonni hech nima qila olmaydi. U avliyodek odam. Shamalxon ularning savoliga naqshi bilan javob beribdi-ku. Bu Jujangmo uning bilan qo'shilib naqsh yetib ketgan gap bor. Nədiki gapni qildikansan? U qanxo'r jallod naqsh eta olamdi. Shamalxonni shuncha uribmi naqsh etishdan to'solmagan gap. Bichora Shamalxon tutilib ketibla, bu yurt g'iribsinib qolgandek bo'lib qoldi. Xudoyim uni salomat qilsin. Shamalxonning tayoq yeginini anglab, yurkim ichishyotidu. Uning putiga kirgan tikan bizning putimizga, bizning yurikimizga sanchilganga o'xshash emasmi? Qandoq qilamiz? U mu ya ko'tini qisib yurmaydi. Qachongacha qisimiz? Qismasak jajang bir pay o'q. Ular qancha odamni ujuqtirib etdi bilamsan? U'g'o shundoq, lekin baratlarmu ayna hukumat odami bo'lib qo'g'dg'uchilik qilyotidi. Eng yaxshisi hammamiz o'zimizni bilib, qalayimqan ishlarga aralashmay, singan ninimizni yeginimiz tuzuk. Ularning nima qilayotganligini bir o'zi, bir Xudo biladi. Sen mu toza qo'rqinchoq xotin mijoz nima o'xshaysan? Qo'rqmagan bilan bo'lmaydi. Bir nima desang otidi. Ularga tankelgili bo'lamdi. Undaq bo'lsa, sen mu Hekimbayda xotinini ularga solab ber. Shu chaqda yaxshi kun ko'rasan. Tilam tart anangni. Nima deysan? Ochiqim tutib turganda yil bekor tishini to'kib o'taman. Jim turinglar, ani qaranglar, Zakir quloq, Tursun ting-ting, o'shur paloqlarni, Ava Aysxon Jujani ko'rdinglarmi? Xoin degan bundaq billa yurmaydigan. Bugun nim bo'lgandi bularga? G'oljining ozod bo'lganligi bularni jim yotqizmayotdi-da. Bularni bir kuni o'ltirib etmaydigan bo'lsam, o'g'il bola bo'lmay ketay. Bular qanchilgan begunoh odamlarning beshiga chiqdi. Xap, Shamalxonga bir ish bo'lib baqsin, qanday qilib ekanman? Barat Palvon Shamalxonning tutilib qolganligidan qattiq azoblandi. U Shamalxonni qanday qutuldirishni bilmay gangrab yurdi. G'affar bey bilanmi maslahatlashib, hech unum hosil qila olmadi. U oxir turmaga kirib qutqizib chiqishni planlayotganda Shamalxon uning oldiga halsirgan holda paydo bo'ldi. Barat Palvon uni ko'rib, birda xushal bo'lgan bo'lsa, birda ich-ichidan azoblanib, puchlanib ketdi. Barat Palvon Shamalxonni shu kuni uyda orom oldirib, obdan oziqlantirdi. Uning ko'z oldidan xoinlar neri bo'lmayotdi. U ularni xiyol qilgan siri qonlari qizib, ko'zlari g'azabdan chaqnadi-da, qorong'ulik zaminni asir qilishi bilanla sirtqa chiqib ketdi. U Oblis qari, Yasin doktor, qurbonlarga atrofni obdan kuzatib, qo'mindan askarlariga rahimsizlarcha zarba berishni noiti qattiq topalab qo'yib, o'zi Zakir quloqning uyini nishonlab mandi. Ular Barat Palvonning alpozidan qo'rqib, demini ichiga yutishib, uning kaynidan qarab qilishdi. Barat Palvon cho'ng ko'cha bo'yidagi o'standan o'tib turishiga, uning oldida bir qora ko'langa paydo bo'ldi. Barat Palvon uningga yaqinlab bordi. U bo'shur paloq edi. Barat qisan, bu kechda nima qilib yursan? Dedi u hijiyib turib. Xotinini izlab yurman, anangni. O'zing yundib purab chiqdingmi? Barat Palvon uni ko'ribla g'azabdan o'zini bosolmay qoldi. Tomiridagi qonlar tashqin surdek o'rkashladi. Ko'zlaridan dahshatli g'azab nafrat uchqunlari chochirdi. Barat, sana nima bo'ldi? Ichib oldingmi? Shamalxonni sen tutib berdingmi? Ha, lolmiyat. Barat Palvon uning yoqasini burkutdek qamalladi. U qo'rqindan titrab jaqildab ketdi. Yo'q, men emas. U Barat Palvonning ko'ziga yerginishlik maxluqdek ko'rinib, tanlari tikanlashdi. Sen o'z xalqingni setib, qanchalik yaxshi kun ko'rib ketarsan?
Barat palvon shundoq deb uni bir qo'li bilanla ko'tarib oldi. "Menga rahim qil, ikkinchi." Uning gapi Barat palvonning quloqiga kirmadi-da, uni nerga cho'rivatdi. Ondan etilib berib to'xtamay dastidi. Yerdan yo'liq elib, bozg'andek mushti bilan urdi. Uning ko'ziga Shamolxonning holsiz turqidan boshqa hech narsa ko'rinmayotdi. U bir chaqda ig'ir pushildab urishdan to'xtadi-da, so'zilib o'lik itdek yotgan ho'shur paloqning tiniqini tingshab ko'rdi. U nafasdan qolgan edi. Barat palvon uning bola chaqalarini o'ylab qilgan ishiga sal pushaymon qilgandekmi bo'ldi. Keyin uning qilmish atmishlari ko'z oldiga kelib, uning tegishlik jazosini tortganligidan ko'ngli rozi bo'ldi-da, o'zini yengillab qolgandek his qildi. Shamolxonga kim chiqiladi ekan? Uning ko'zini o'yib olman, yurkini sug'urib olman. Biz avval munofiqlarning tegishlik jazosini berishimiz lozim. Men amdi Shamolxonga ochiq chiroy bilan qaraya olayman. Erkak degan erkakdek yashashi kerak. Aman bir o'lim. U shularni xiyol qilib, mushtumini ching tukkinicha uyi tarafga mazmut qadam bilan mandi. Atsi bu ish Van Gotay bu shotanlarni qattiq sarosimiga soldi. Barat palvonlarni yig'ib so'roq qilib, hech natija chiqarolmadi-da, butun odamlarni ishqa silib, ting-tinglabmi ko'rdi. Lekin gumonliq odamni qo'lga tushirolmay, begunoh kishilarga nashtirni sanjib, o'zi buzilgan harlardek yurdi. Bu ish yurtdagi xalq ichidami cho'ng g'ulg'ula qo'zg'adi. Ko'p sondikilar xushal bo'lib, og'zi pulqiga yetdi. Zokir quloq, Tursun Tinting, Aysxonlar bu ishdan xilila cho'chib qoldi. Shundaqdimi, o'z vazifasini hargiz unutib qolmaydi. Ko'zlari yanala atrofga sagaklik bilan tikilib turadi. Kunda biror parakanchilik tug'ilib turayotganligi garnizon qo'mondoni Van Gotayni qattiq besaramjon qilib, uni bir o'rinda turolmas qilib qo'ydi. Uning gumoni eli o'g'rilardala edi. 6-bob tugadi.